Puli arzon ser xaridorlaridan topib qo'ydim, hurmatli obunachilar. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib tursangiz, chiroyli qilib sizlarga buni video obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum, Qo'chorbosh qozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa, bugun biz video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib tursalar, akalar mana shunaqa videolar chiqarishga kadar charchamaymiz. Akalar, xudo xolasa, bugun kanalimizda yangi Azim akamning mini qo'y firmalariga yetib kelganmiz. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa narxlarini yo'lda qilib arzon qilib beraman dedilar. Xudo xolasa narxlar haqiqat sinadi bugun akalar. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar xudo xolasa. Azim aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Murodjon, shu kelibsiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Bugun biz o'ta hamyonboblaridan olib kelganmiz, xudo xolasa. Aha. Obunachilar uchun o'ta qulay variant kelgan bugun. Zo'rlardan xudo xolasa. O'ta zo'rlari. Akalar, xudo xolasa puli yengillaridan, serxaridor variantlardan mana xudo xolasa apib qo'ydim deydilar. Erinmasdan oxirigacha ko'p do'stlarni chiroyli qilib yoritib beramiz. Azim aka, bugun necha partiya qo'y chiqarib beramiz? Xudo xolasa 3 partiya qo'y chiqadi. Aha. 3 partiya qo'y chiqadi, lekin 1 million arzon bo'ladi qo'ylar. 1 million. Xudo xolasa 1 million arzon qilib beramiz. Bo'ldi, Internetda ko'rayotganlardan даже yana arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Mana xudo xolasa narxlar ancha arzon bo'ladi. Даже 1 milliondan ham arzon qilib beramiz dedilar. Xo'p, Azim aka, bugun birinchi partiyamizga nechta dona chiqarib beramiz bu yerda? Birinchi partiyamizga 14 dona chiqadi. 14 dona. 3 partiya dedingiz, a? 3 partiya bo'ladi. 3 partiya. Qo'chqorlar ham chiqadimi Azim aka bugun? 2 dona qo'chqorni zo'ridan bor. Quloqlari 21. Quloqlari 21. O'rgandan keyin o'lchab olishaveradi. 75 plus. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Qo'zi varianti o'ta go'zal. Akalar, erinmasa oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa bugun video qiziqarli bo'ladi. Xo'p, bugun birinchi partiyamizga 14 boshladingiz. Xudo xolasa yebichlardan muammosi yo'q, sinab olgansiz, a? Xudo xolasa sinovdan o'tdi qo'ylar. Bir hafta o'zimiz sinab oldik. Xudo xolasa olgan odam ham yana bir hafta sinab olaveradi yebichiga. Yana bemalol sinab olishaveradi, a? Qo'ylar hammasi sog'lom. Akalar, O'ynab turgan. endi qo'ylarni sizlarga bir qator yuzlarini mana hamma yo'llarini ko'rsatamiz akalar. Oyoqlari akalar stakan tuyoq. Mana bunaqa yuzlariga e'tibor berasizlar, yuzlari ham alohida mana nahayat chiroyli hammasi. Mana akalar, xudo xolasa to'llari ham mana bunaqa qizil simjun variantlari, dumbalari bunaqa osilib ketmagan. Hammasi dumbalari juda ham chiroyli. Xudo xolasa pastdan nimalarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Qaysi qo'y yo'qsa metkan qilib tashlasizlarning. Xudo xolasa Azim aka ishlaringni yo'lda qilib chiroyli qilib bitirib beradilar. Xudo xolasa telefon qilgan odamni hammani qo'limizdan kelganicha ishini bitirishga harakat qilamiz. Bo'ldi. Bemalol telefon qilib so'rashaversin. Xudo xolasa ishlari bitadi. Akalar, to'g'ri tushunasizlar. Biz qo'rada video olyapmiz, tashqarida issiq bo'lyapti, imkoni bo'lmayapti. To'g'ri tushunasizlar. Akalar, so'rasalaring, Azim aka takroriy video ham qilib berasiz, o'lchab netib. Takroriy video ham qilib berilaveradi, o'lchab berilaveradi. Mana shu qo'y deb atmetiya qilib shunday bizga Telegramdan tashlashsa, Aha. biz o'sha qo'yni shunday chiqaramiz, отдельный video qilib, bo'yigacha o'lchab, hamma yo'g'ini ma'lumotlarni beraveramiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, bu yerda soni 14 bosh, xudo xolasa, qaysi qo'y yo'qsa, bitta metka qilib tashlaysizlar, xudo xolasa. Sizlarga takroriy video qilib, chiroyli qilib sizlarga yoritib beriladi. Xo'p, bularning yosh oyliklari nima deymiz Azim aka? Bularda yoshi 2 taligi ham bor, 4 taligi ham bor, 6 taligi ham bor, 8 taligi ham bor. 8 ta hammasidan bor-a? Hammasidan bor. Hamma. Mana shu qo'y deb ajratib berishsa, tishlarini ko'rsatib, video syomka qilib tashlab beraveramiz. Mana juda xo'roq ekan-a. Azim aka, mana shu qo'yni ushlamoqchi Azim aka. Mana shu qo'yni. Metr bormi? Metr olib kelinglar. Bo'y bosdan o'lchab o'taylik. Akalar, mana yermasi orqagacha ko'rib turibsizlar. Bo'y bosdan ham akalar sizlarga o'lchab berib ketamiz. Mana haqiqatan bir-biridan go'zal qo'ylar. Mana Azim aka, shuna metr ham tashlab ketaylik. Mana Siyapti qo'y ozgina. to'xtab turing. Xudo xolasa, qaysi qo'y yo'qsa, metkani qilsa tashlayverasiz. Mana yerdan ko'rsatib bering mana. Yerdan biraldiga akalar. 80 dan oshiq aka. Xudo xolasa. Haqiqatan zo'ridan akalar. Ya'ni Azim aka bitta ikkitasini shunday o'lchab beramiz. Xudo xolasa telefon qilsa yana takror video qilib berasiz o'zingiz chiroyli. Mana bemalol. Mana Yerdan uyga borgandan keyin ham mana shunday bu ham metrda o'lchab bu ham 80 plus ekan Azim aka. Qo'yaver. Hammasi o'sha 80 plus ekan bu yerda qo'ylar. Mana mana shu eng kichigi. Mana shu Murodjon. Ha, mana Eng kichigi mana shu ular. Mana shuni ham ko'rsatib beramiz. Bu ham to'g'ri turmayapti.
Mana. Yerdan bilan. To'xta. Noto'g'ri qo'ydim. Hep tanadiring ha. Bu ham 80 dan oshiq. Bunday o'zingiz to'g'irlangan mana bu. Mana akalar, ko'rlang. 80 dan ozgina oshiq mana. Yeri turibdi ham. Eng kichigi ham shunaqa. Eng kichigi shu. Hammasi 80 plyusga berilgansiz. 80 plyus. Hammasi zo'r qo'ylar. Xudo xohlasa uyaltirmaydi. Hatto akalar uyaltirmasang xudo xohlasa. Hamma turidan bor ekan akalar, xudo xohlasa. 2 tish ismi, 4 tish ismi, 6 tish, 8 tish hammasidan bor ekan akalar, xudo xohlasa. Hop, Azim aka bu yerda xudo xohlasa bo'y bastini o'lchab berdik. Bo'g'oz qisirlarni nima deymiz? Bo'g'oz qisirligini mana shu qo'y deb sotamiz. Mana shu ya. Mana shu. Qo'chqorlar bo'lsa qo'shib olishaveradi. Qo'chqorlar bo'lsa qo'shib olishaveradi. Ha, to'g'ri. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana shu narsaga qo'yar ekansizlar, bo'g'oz qisirlari noma'lum ekan akalar, xudo xohlasa. Xo'p, Azim aka endi buni qiziq joyi narxida Azim aka. Buni bir joyga olgan odamga necha puldan qilib beramiz Azim aka? 14 boshli. Buni Yo'lda qaytasiz lekin. Yo'lda qilib aytaman. Tortishmaymiz. Bitta narx ayting. 7 million so'mdan narx aytaman. Ha. Telefon qilishsa, o'tib ham beriladi. Hammasi bir joyga olgan. Hammasi bir joyga olishsa ham 4 ta olishadimi, 2 ta olishadimi, 1 ta olishadimi? Aha. O'tib beraman. 7 milliondan o'tib beraman hammasini. 1 ta olishsa ham, 2 ta olishsa ham, 10 ta olishsa ham, 14 tasini olishsa ham. Hammasi bitta narxda mana. Hammasi bitta narxda. Mana shundaqa, mana shundaqa deyilmaydi. Hammasi bitta narxda ketaveradi. Telefon qilishadi, 7 milliondan o'tib beraman qo'yib. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar 80 plyusda qo'ylar. Kelib ko'ramiz desang, lakasi ham tashlab berishaveradi. Lekin qo'ylarda haqiqiy jasadi boshqasi hamma yo'g'i joyida. Orqa boshlari, oyoqlari, hamma yo'g'i juda chiroyli akalar. Xudo xolasa, osalaring baraka topasizlar. Olib tashlab qo'yishni maslahat beraman, qo'shqordan qo'shib qo'ysalaring akalar. Kuziga borib qo'ylar qochib, xudo xolasa, qishda bolalar bersa, qo'ylaring xudo xolasa yana bittadan tug'ib, soni yana akalar ko'payib ketadi, xudo xolasa. Xo'p, akalar, xudo xolasa bizni kuzatishni davom etinglar. Bizda endi akalar keyingi partiya akalar. Akalar, bizda endi ikkinchi partiyamizga haqiqiy go'zallardan ekan. Mana bu qo'yni qaranglar akalar. Toniga alohida ahamiyat beringlar. Mana akalar. Nihoyatda chiroyli qo'yni qaranglar. Mana qo'y lekin pisib turibdi. Toni akalar simjun. Mana yuzlariga alohida ahamiyat bersa, yuzlari ham juda chiroyli. Murodjon buni jullar alohida tegmadi. O'ta go'zal. Mana agar quyoshda bo'lganda akalar bu yiltirar. Azmaga chinib ko'rsatib qo'ying shuni. O'sha oylar qanaqa ekan bu? 4 ta ekan-a? 4 ta. 4 ta ekan akalar. Haqiqiy yoshidan, go'zaldan boqaman deganlarga tavsiya qilamiz akalar. Haqiqiy. Qarang, qo'y go'zalligini. Qarang. Qo'ydi qarang. Qo'ydi qarang. Haqiqiy zo'r narsa ekan qo'yam. Azim aka, ikkinchi partiyamiz nechta dona bu yerda? Bular 5 dona. 5 dona bu yerda? 5 dona. 5 dona ekan akalar. O'ta go'zal. Haqiqiy zo'r variantlardan ekan akalar, mana qaranglar. 5 dona hammasini suyaklari yirga ekan akalar, mana qaranglar. Mana bu ham zo'r narsa ekan Azim aka. Mana shu qo'ydan bitta ushlab ko'rsataylik, mana bu qo'yda. Qaysi biri? Mana bu o'rtadagi mana bu. Edilboyda mana bu. Mana jonivor zo'r narsa ekan. Mana akalar. Orqa boshlari ham nihoyatda chiroyli. Hammasi alohida tema Murodjon. Ishni ko'rsatib berdik. Bular ishini ham ko'rsatib qo'yamiz, mana ishlari. Buniki ham 4 ta ekan jonivor. Mana qaranglar akalar. Qo'ydi qarang. O'ta go'zal-da. Mana ushlab turing o'shani Azim aka. Bitta bo'y bastini o'lchab beraylik. Mana akalar. Bo'y bastini ham o'lchab ko'tamiz. Bu ham Murodjon plyus ekan. Ho. Gapingizni bo'ldim. Qo'ylar ichida eng kichigi mana shu. Eng kichigi shu ya? Eng kichigi shu. Eng kichigi mana shu ekan akalar. O'shanga bunga metr tashladik sirazi. Sirazi mana akalar. Mana. Qo'yavering Azim aka. Jonivorim lekin zo'r narsa ekan mana. Azim aka, bu yerdagina yosh oylar nima deymiz bularni, qo'ylarni hammasini? Bularni yosh oyligi 4 ta. Hammasiniki 4 ta, ha? 4 ta, ha. Hammasiniki akalar. Bittasiniki 6 taga chiqayotgani bor. Bittasiniki 6. Bittasiniki 6 ta. Qolgan hammasiniki 4 ta. Ha, hammasiniki 4 ta. Mana bu katta ekan, Azim aka, eng kattasi mana bu ekan-a? Mana burasi. Sariq. Akalar, eng kattasi mana bu sariq ekan akalar, mana qaranglar. Qo'y bastini ham o'lchab beramiz, Azim aka shuni. Ulargacha o'lchab beraman. Murodjon qo'ydi. Qo'ydi suyagi. Qo'ydi suyagi. Qo'ydi qarang. Qo'ydi. Qo'ymasam qo'ydi. O'zi turaydan. Olgan odam maza qiladi. Mana metrga nima deysiz? Mana qarang. 85 plyus ekan akalar. Mana. Haqiqiy zo'r narsa mana qaranglar. Olsangiz mana shunaqa suyaqligida olib boqing maza qilasiz. Mana. Jasad nihoyat katta ekan. Azim aka, bularni ham nima deymiz? Qisir deb beramiz, bularni ham? Bular ham xuddi shunaqa. Qisira bular, ha? Qisir. Qo'shib olishaveradi. Qo'chqorlarda akalar, qo'shib o'rgasizlar. Jonivorlar bu yerga turib qolyapti.
akalar. Xudo xolasa metgan qilib tashlaverasizlar. Kimga qaysi biri yoqsa, chiroyli qilib sizlarga takror video qilib berishaveradi. O bo'ybaslarni ko'rlar akalar 4 kishi qo'yar ekansizlar, qo'ylar. Xudo xolasa 5 dona bir qo'ra variantidan. Azim aka buni bir joyga tortgan odamga nima deymiz Azim aka? Bularning narxini yaqib beraymi? Ha, Yaqib beraman bularning narxi 7,5 million so'm. 7,5 million so'mdan. Bitta olishsa-chi? Bitta olishsa ham, hammasini olishsa ham. 7,5 dan. 7,5. Telefon qilib Azim aka qo'ygan. Telefon qilishsin, telefon qilgan odamni Xudo xolasa ishini bitirishga harakat qilamiz. Hijolat qilmay telefon qilaveringlar. Telefon qilinglar, ishlaring bitadi. Savdolash sunnat Azim aka? Savdolash sunnat. Savdolashib olasizlar, Xudo xolasa. Unaqa narxda aytib qo'yib, unaqasi bo'lmaydi. Telefon qilinglar, Xudo xolasa ishlaring bitaveradi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, Xudo xolasa tanlab olsalaring ham, akalar bittasini olsalaring ham 7,5 million so'mdan ketaveradi. To'g'rimi Azim aka? 7,5 million so'mdan ketaveradi. 7,5 million so'mdan akalar ketaverar ekan mana Xudo xolasa. Yoshlar akalar 4 ishda ekan, bitta 6 kishi bor ekan, bitta 6 kishi o'tyapti ekan endi. Qolganlari hammasi yosh variantdan. 7,5 dan akalar Xudo xolasa. Qo'chqorlarning bo'lsa olib qo'shib olsa, Xudo xolasa bolani haqiqiy zo'r beradilar. Mana yirik variantdan Xudo xolasa. Akalar bizni kuzatishni davom etinglar. Biz endi keyingi so'nggi partiyaga o'tamiz. Akalar bizda endi so'nggi partiyaga mana bundaqa shalpan quloqlardan ekan. Erinmasdan orqacha ko'rib tursalaring, buni ham chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Mana bundaqa oq yuz variantlardan qarang akalar. Haqiqiy qo'chqarchilarni zo'rdan ekan Azim aka qo'chqarchilarni. Qulog'i addinni deyman, Murodjon. Quloqlari tashashini ham ko'ryapsiz bularni. Biz dollarda qo'ymaymiz. Hammasini so'mda qo'yamiz. So'mda chiqadi. So'mda so'mga qo'yamiz. Joningiz Bizda sog'. dollar yo'q. Mana akalar, xolosi erinmasdan orqacha ko'rib tursalaring, qo'chqarchilarni haqiqiy yosh variantida. Necha oylikka beramiz Azim aka bularni? Bularni yosh oyligi 5 oylikka beramiz. 5 oylik a? 5 oylik. 5 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar akalar, Xudo xolasa. Azim aka yebishini sinab oldingiz. Mammosi yo'q. Sinovdan o'tgan. O'zimiz mana junini olib, chiroyli qilib bitta odam olsa maza qilib boqadigan haligi qilib qo'ydik, holatga keltirib qo'ydik. Xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Bir tomoni borki, buni puli o'ta qulay. O'ta qulay bo'ladi-a? O'ta qulay bo'ladi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, puli o'ta arzon bo'ladi derdi. Lekin mana buni quloqlari lekin nihoyatda uzun ekan. Azim aka quloqlari necha dedingiz bularni? Quloqlarni? Bularni qulog'i 21, 20 ga olishaveradi. Akalar quloqlari olishaveradi uyga borgandan keyin. bemalol, a? Bemalol, behijob. Quloqlari 21 ekan. 20 ga olaver ekansizlar akalar. Mana bunaqa qo'ydi junlarni olib, ishlovlarni berib qo'yishgan ekan, Xudo xolasa. O'zim ko'paytirib, naslini olib yuraman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Mana bunaqa 2 dona, Xudo xolasa 5 oylik yosh variantidan Xudo xolasa yetib kelgan ekan Azim akamga. Bugun narxlar haqiqiy sinyapti bu. Azim aka, buni bo'ybasini nima deymiz Azim aka? Qo'ylardan qayta charsa ekan. Bularni bo'ybasini bormi? Murodjon. 75 plyusga beramizmi? 75 plyusga olishaveradi. 75 plyusga. Men ham uyga borgandan keyin o'lchab olishaveradi. Xohlasin oddiy metrda o'lchasin, xohlasin linikalik metrda o'lchasin. bo'ldi, joningiz sog'. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Quloqlarni qaranglar, quloqlari haqiqiy zo'r. Mana buni bittasini oldi, tumori ham bor ekan Azim aka. Ha, ikki zaf tumori bor. Bittani oldi, tumori ham bor ekan akalar. Azim aka, ko'p cho'zmaylik. So'nggi partiya ekan bizda. Bu narxini nima deymiz? Narxini sindirib beraymi? Ha, narxini sholiq qiling. Dollarda chiqarmang lekin, so'mda. Bularning narxi oldim jo'nat desa 58 dan ikkalasini ham chiqarib beraman. 5 million 8 ming so'm. 5 million 800 ming so'mdan chiqarib beraman. 5 million akalar 8 ming so'mdan ketaver ekan ikkalasini bir joyga olgan odamga mana. Haqiqiy zo'ridan akalar, mana Xudo xolasa qiziqqanlar bemalol aloqa chiqarasizlar, Xudo xolasa Azim akam ishlaringni bitirib beradilar. Azim aka rostdan 5 million 8 dan ketaveradimi? 5 million 800 mingdan ketaveradi. Hozirdan chiqqanida Xudo xolasa javob qilib yurganmiz, bundan bu yoqda ham javob qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar quloqlari 20 dan ekan, bo'ylari 75 plyusda ekan, 75 da emas, 75 plyusda 5 oylik qo'zi qo'chqorlar Xudo xolasa o'zim bolalarni olib yuraman, ko'paytirib naslga degan ko'kalarga tavsiya qilamiz. Orqalari ham nihoyatda chiroyli, mana bunaqa tikka dumba, yorug', hamma yo'g'i o'ta go'zal variant, o'ta chiroyli variant. Jullarni olib, mana bu Jullarni olib, ishlovini tayyor qilib qo'yganmiz. Bitta qo'raga kirsa, Xudo xolasa faqat boqish kerak, Azim aka. boqish kerak. Xudo xolasa baraka topadigan qo'ylar. Akalar olib tashlab qo'yinglar. Bu sog'liqdan ham haqiqiy zo'r bo'ladi. Uzoq yillar bolalarni olib, o'zlarini ko'paytirib yuraverasizlar, Xudo xolasa.
Hali akalar buni kuzgacha bosalaring akalar $1000 dan oshib sotasizlar. Mana haqiqiy zo'rlardan ko'plar. Azim aka, so'nggi partiyamizmi bu? Xudo xolasa so'nggi partiyamiz. Hammalaringga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Like bosishni esdan chiqarmanglar. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.